Hammaga assalomu alaykum. Islombek Gaming kanaliga xush kelibsizlar. Bugungi videoda biz tank modini ko'rib chiqamiz. Ya'ni tank modini ko'rib chiqamiz, ya'ni armiya. Armiyamiz tanklar modini ko'rib chiqamiz. Unda o'yinga ketdik. Play qilib va Create New World deb server ochamiz. Serverga nomni beramiz. Mod obzor deya nom beramiz. Mana do'stlar, mod obzor deb nom berdik va kreativga o'tamiz. Va mana bu cheatga o'tamiz. Va cheatimizni yoqib olamiz do'stlar. Cheatimizni yoqqanimizdan keyin Resource Packs'ga kirib, Onet ga bosib, mana cheatlarimiz 4 ta bo'lib qopti. Mana bu yerda mana shuni yozib Play Marketdan, Google Play'dan yuklab olsanglar chiqadi shu modimizni aktiv qilamiz do'stlar. Aktiv. Va mana bu aktiv bo'lib turish kerak bu yerda ham. Mana do'stlar, va Create'ga bosib server ochib olamiz do'stlar. Server ochguncha u joyni video montaj qilayotganimda kesib qo'yaman. Do'stlar, mana server ham ochib oldik va biz mana bu yerda qochyapti. Va mana bu yerga kirib kattalashtirib olamiz. Xohlasangiz kattalashtirib oling, menga shu qulay. Sizlarga qaysi usul qulay, kommentariyaga yozib qoldiringlar. Hammalarning kommentlaringizni o'qib chiqaman. Albatta. Va do'stlar, biz tuxumlarga kirib pastda bo'lar edi. Lekin bizning tank modimiz mana do'stlar, spawn makka do'stlar. Tank modimizni shu yerdan topsangiz bo'ladi do'stlar. Bu yerga kiramiz. Mana bizning judayam, lekin bittagi desanglar, lekin bu tank otadi. Ham buni judayam zo'r funksiyalari bor. Bunday ko'rsangiz ham serialga juda ham zo'rda. Hayır, maza qilib o'ynasangiz bo'ladi. Masalan, Minecraftda otishma qilib o'ynasanglar bo'ladi do'stlaringizni chaqirib. Mana do'stlar, otadi bu. Uzoq qochishni o'rgataman. Biz cho'kib qoldik. Shunday zo'r qilib o'ynasangiz bo'ladi do'stlar. Bu juda ham zo'r. Mana bu Let's Move ga kirib, mana yerga o'tamiz do'stlar. Ottuk do'stlar. Mob o'ldiramiz do'stlar. Do'stlar, judayam zo'r bu. Pulemyot ham bor do'stlar. Yoniga boraylik-da, yoniga qo'yaylik-da, zo'r pulemyot ham bor. Pulemyot ham bor, pulemyot ham
O'tib zo'r qilib bosib turmanglar. Mana bunday odam ko'rsam, mob o'ldirsa bo'ladi bunda. Ana o'ldirib do'stlar. Videoni ko'ryapsizlarmi? Uzrasizlar. Ovozini sal pasaytirib qo'yamiz. Sizlarga ham noqulay bo'lyapti. Uzr, video bo'lindi. Pasaytirib qo'yamiz ovozini. 29. 50% qilib qo'yaylik. Ha, pasaytirdik ovozni desam, o'yinni. O'ldirib bo'lmayapti. Hammaga xayr do'stlar, sizlar bilan Islombek Gaming bo'ldi. Videomiz yoqqan bo'lsa, kanal bu videoga 4 ta like yig'ib bersanglar, shunaqa mod obzor videolarimizni ikkinchi qismini ham chiqaraman do'stlar. Ikkinchi qismda nima modni obzor qilishimni kommentariyada kutib qolaman do'stlar. Hammaga xayr do'stlar, sizlar bilan Islombek Gaming.